Quyoshni botishi, quyosh shamolni esishi hamma narsa inobatga olingan. Xorazm bilasiz, quyoshni 365 kun bo'lsa, shu 360 kuni ham quyosh bo'ladi. Bir adashib 5 kun chiqmasligi mumkin. Yoz haddan tashqari bo'ladi, qish haddan tashqari quruq sovuq bo'ladi. Shuning uchun qurilayotgan imoratlarga e'tibor beramiz. Ayvonlar baland va ataylabdan quyoshga teskari uslubda qurilgan. Xorazm tilida tars ayvon deydi, ya'ni teskarini. Shimol tarafdan kelayotgan kuchli shamol devorlarga urilib, sinib, shu yerda shamolning aylanma harakatini hosil qiladi. Havo sirkulyatsiyasi bo'ladi. Demak, tabiiy konditsioner yopiq hovlidagi shamol mana shu binoni qurilishidan kelib chiqqan. Quyosh tushmagandan keyin ichkaridagi xonalar salqin bo'ladi. Demak, xon yozni issiq chillasida ichkaridagi xonada qabul qilgan. Hozir olib kiraman. Qishda quyosh tushmaydigan xonalar juda ham zax bo'ladi. Shuning uchun quyosh yuziga mana supa qurilgan dumaloq. Buni ustiga o'tov quriladi, qora uy, qozoqlar yashaydigan. Katta xonaga nisbatan quyosh yuziga qurilgan o'tovlarning ichini qizdirish ancha oson va qulaylik tug'diradi degan maqsadda. Isitish sistemasi siz biz bilgan o'sha yagona saksovul o'tini sazat deydi Xorazmda. Saksovul ko'mirga nisbatan 2-3 barobar uzoq muddat yonadi. Saksovulni tutatib tayyor bo'lgan cho'g'ini xonalar ichiga mangal yordamida olib kelishgan yoki bo'lmasa binolarning ichi sandal ustida qizdirilgan. Ogohli shoirimiz mana shu postiga qurilgan o'tovga 4 qator chiroyli she'r bilan ta'rif bergan ekan. Qish kuni qurilsa anda bir o'tov, ichinda yoqilsa quruq saksovuldan olov. Armoni bo'lurmi ul kishining o'tovni ichida yonbosh tashab yesa yog'li palov. 26 gektar ichida joylashgan har bitta obidaga berma bir kirib chiqib ko'raman desak, bizga bir kun vaqt yetmaydi. Shuning uchun biz har doim mehmonlarga buning ichidagi eng asosiy qiziqarli tarixga boy joylarni ko'rsatishda hamrohlik qilamiz. Ichonqal'ada hurmatli mehmonlar, Xiva xonlari yashagan va hozirgacha o'sha Xiva xonlarning avlodlari ota-bobolardan qolgan uylarda yashab istiqomat qilib kelmoqda. Siz masalan 40 kishisiz, lekin bu yerda 375 ta odamda uy xonadoni bor. 2600 ga ziyod aholisi bor. Salkam 3000 ga yaqin odam hozir ham Ichonqal'ada yashayapti, istiqomat qilyapti. Mana shu nomsiz ko'rsatilgan yodgorliklarning barchasi aholida 15 ta odam yashaydi qo'shni bo'lib mana. Nomi yo'q joylar mana barchasi odamlarning uyi 10 ta, 20 ta shu xullas 375 ta uy xo'jaligi bor. Ekskursiya mobaynida o'zimiz ko'zimiz bilan guvohi bo'lamiz shunga. Barcha joylarni tomosha qilib chiqamiz. Mana bizning yigitimiz Ishonqal'a degan ekan. Bu Ishonqal'a degani ularning shevasida ichki xala degan ekan. Ishonqal'a degani bu shevada tashqi xala degan ekan. Bizning tilimizda deng. Bizning tilimizda ularning dilida ichki ishon, tashqi dishan ekan. Bizning tilimizda ichki, tashqi deb. Mana shogirmalari hamda elgilari. Kiyib rasmga tushsam bo'ladimi? Bo'lmaydi. Sotiladi. Agar bu bosh kiyim to'liq holatda kiyib ko'rilsa, iplari ko'zni yarmigacha yopib turadi. Ko'zni chang to'zon, qum zarralari quyosh nuridan asraydi. Ochki vasiyasini o'tab bergan. O'zimiz siklomizga moslab o'ylab topilgan bosh kiyim, chunki Xorazm Xiva Qoraqum Qizilqum o'rtasida joylashgan. Do'stim olg'irib. Balog'at yoshiga yetgan 12-13 yoshli qizlarni Kechani qummada shu chegirmalar bilan urib ko'rib turmushga berishgan ekan. Agar chegirma zarbasiga chidab tursa, balog'at yoshiga yetgan 12-13 yoshli qizlarni mana shu chegirmalar yordamida bor, shunaqa qizlar bor. Agar chegirma zarbasiga chidab tursa, bu qiz turmushga yaraydi. Agar yiqilib tushsa, hali yosh, hali vaqti bor. Bir urib ko'raylik. Mana bundan boshlaylik. Suyagi baquvvat bo'ladi, iligi to'q bo'ladi degan maqsadda. Rahmat. Hech bir kiyimdan 1 million gacha bor. 200 ming so'mliklar chiroyli naqd qilib Do'stim bor kiyib, kecha qumlarda ko'zim ochib Zo'r narsalar ekan. Bittasini kiyib ko'rib rasmga tushsam bo'lar ekan a. 5000 to'ladi. 5 Kiysangiz tushiradi. Ha? Hozir sotiladi mumkin emas dedi, qaytishda. Ana Qaytish. bular mumkin emas. Bular. Yo'q, bular emas, mana bu cho'girmani. Yo'q, shu cho'girma ham sotiladigan. Xiva. Cho'girmaning o'zidan bor.
Mana xivalar qancha ekan? Shunaqa shapkada olsam ekan bolalarga. Xivada yuribmiz. Mana xivan darvozasi ekan. Mana yurganlarning bari bizning kursdoslar. Kursdoslar, o darvozaning oldidagi ham kursdos bolalar. Şu xiva darvozalar ekan. Ya naryoqdagilar bizniki emasmi, Islom? Islom? Nargilar. Nargi turganlar. Ular boshqa? Nega? Ne'matlar turibdi-ku. Ha, yoz keladi, sayda turibdi-da endi. Keladi. Bu yerda sal sayda ana qilib turlar, kesim muhabbatda. Do'konlar. Halbu ne yapasın? Su olayım. Şakalı qancha ekan suvi? 2,5. Yaxshi. Salqingana ekan bunda jag'i. Sayha. Bazarlari. Biz Kumushkendagidek. Kumushkenning bazarinday bazarlari. Hamma nevarelarga narsalar olibdi. Voy. Ay, ne bo'ldi? Ne bo'ldi? Ne bu? Marday qilaysan? Mana Marday. Mana Abdullah. Mirza. Usmon akaga tashiyman. Usmon akaga tashiyman deyman. Mayli. Assalomu alaykum. Usmon aka yaxshimisiz? Tinchmisiz? Nimaga kelmadingiz? Usmon aka qandaysiz, og'am? Charchamay yuribsizmi? Sog' bo'ling, dadil bo'lavering. Mana Zamir opani ko'z qarashimdan asrab olyapman. Usmon qanday yura? Yaxshimisanmi? Yo'da ko'rinadimi? Yo'q, yo'q, jo'nataman-da. Kelish kerak, Zamiraga aytdim, nimaga olib kelmadingiz? Gapirdim rosa. Usmon aka assalomu alaykum. Ayni san tanidingizmi? Zo'rginamisiz? Sog' salomatgina. Ha, chekka yo'l bering. Ha. Mana qizlar hammasi so'rayapti sizni. Ana Saida, Bayramgul, Habibaxon, Halbu Xojana, Mahiraxon, Usmonga jo'nataman. Mana singlingiz. Xayrinsa. Nazira ham yerini tashab kelibdi. O'rtangiz tashab keldim men ham. Men bu yerga jo'nataman-da. So'rayapti. Ana shu yerda turibdi. Hammasi. 65 ta xon turli xil muddatlar bilan xivaxonligini boshqargan. Ularning ichida 1 kunlik xonlar, 1 oylik xonlar, 1 yillik xonlar va juda ko'p yillar mobaynida xonlik qilgan xonlar bor ekan. 1 kunlik xonni taqdirga qarang. Bu xon ertalab taxtga o'tiradi, qasamyod qabul qiladi. Otini ustida xalqiga ko'rinish berish maqsadida sayga chiqqan payt ot dushmanlar tomonidan qo'rqitilgan. Otning ustidan xon yiqilib tushib, orqadan bir tomiri uzilib, o'sha yerda o'zidayoq jon taslim qilgan. Lekin tarixga bir kun bo'lsa ham xon bo'ldi deb nomini yozishgan va bu xonning ismi Sorif Ayg'ir xon ekan. Bu bir kun boshlardi, lekin xivaxonligini bir o'tirishda 46 yil mobaynida boshqargan xon bor ekan. Bu xonning ismi Muhammad Rahimxon II Feruz xon hisoblanadi. Feruz ham xon, ham shoir bo'lgan. Feruz tomonidan foydalanish she'rlar, g'azallar yozganlar. Eng mashhur o'sha 46 yil mobaynida boshqargan. Feruz vafotidan keyin taxtga o'g'illari Isfandiyorxon, Said Abdullaxonlar o'tirgan. Oxirgi xon Said Abdullaxon 1920-yilda taxtdan ag'darildi. Ukrainada Kvebok shahriga surgun qilingan va o'sha yerda juda ham xor zorchilikda vafot etgan ekan. E'tibor bering, hali xonlikni tugatilganiga endigina 100 yil, endigina bir asr bo'ldi. Xorazm tilida tars ayvon deydi, ya'ni teskari.
Shimol tarafdan kelayotgan kuchli shamol devorlarga urilib, sinib, shu yerda shamolning aylanma harakatini hosil qiladi. Havo sirkulyatsiyasi bo'ladi. Demak, tabiiy konditsioner yopiq hovlidagi shamol mana shu binoni qurilishidan kelib chiqqan. Quyosh tushmagandan keyin ichkaridagi xonalar salqin bo'ladi. Demak, xon yozni issiq chillasida ichkaridagi xonada qabul qilgan. Hozobkinaman. Qishda quyosh tushmaydigan xonalar juda ham zax bo'ladi. Shuning uchun quyosh yuziga mana supa qurilgan dumaloq. Buni ustiga o'tov quriladi, qora uy, qozoqlar yashaydigan. Katta xonaga nisbatan quyosh yuziga qurilgan o'tovlarning ichini qizdirish ancha oson va qulaylik tug'diradi degan maqsadda. Isitish sistemasi siz biz bilgan o'sha yagona saksovul o'tini sazak deydi Xorazmda. Saksovul ko'mirga nisbatan 2-3 barobar uzoq muddat yonadi. Saksovulni tutatib tayyor bo'lgan cho'g'ini xonalar ichiga mangal yordamida olib kelish. Afsona rivoyatlar bo'yicha aytiladi. Usta o'ldirilgan. Mana minor. Katta minor, chala minor. Usta bu minorani o'ldirgandan keyin xon mana o'ldirib yuboradi deb er tarafdan o'ziga qanot yasab uchib ketgan. Shuning uchun bu minorani tayyorlaganiga afsona Bibixon minorasi, Bibixon madrasasi. Men sinfdoshlarimga tashlayman. Mana kursdoshlar necha yillik uchrashmagan. Xorazmda uchrashdilar. Nizomiyni o'qib bitirganlar. Aldınız mı? Assalamu alaikum. Hürmetli kursdaşlar. Hemmelere sağ aman ilerisi yetip aldınızlar mı? Bugün bize Xorazm ilçesine shunday bir tadbirlardan keyin spora hafta degan bo'ladi. Ana shu spora haftani o'tkazib o'tiribmiz. Do'stlarimiz bilan yig'ilishib. Hammamizning vaqtimiz bo'sh. Uchrashuvning mana chiroyli yaxshi o'tib turibdi. Shu ularni sog'liqqa amal qilib yillardan yetkazavergan. Xorazmda mana o'tirgan qizlarimizga, akalarimizga, jo'ralarimizga, yig'ilgan kirolmagan hammasini rahmat aytamiz. Xudoyim indiki yillarga ham yetkazavergan. Alloh sog' bo'lg'aysizlar. Ular. Qo'rdoq. Yine biz de bilgini Xorazmga yig'ishtirib, yig'ilib o'tiribmiz. Maslahat etib, chiqib olib o'tdi, yaxshi bo'ldi, kamchiliklar bo'lmadimi? Hammalaringizni vaqtlaringiz qo'shilib ketdingizlar. Qachon kelsangiz bizlarning xonadonlarimiz, uylarimiz, kayfiyatlarimiz sizlar uchun ochiq bo'ladi. Kelaveringlar, uchrashuvdan o'tirmasdan kelsangiz bizni jon bilan kutib olamiz. Keyingi yilda faqat hammangizni sog'lik qilib qolamiz. Esli o'qituvchida. Zo'r söyle. Yaxshimisilar, sog' salomatmisizlar? Mana uchrashuv tafsilotlari bilan yana bo'lishib o'tiribmiz. Xorazm bilan Suprakartada bir-birimiz bilan gaplashib. Alloh sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Yana kutamiz sizlarni Xorazmda. Yasangizlar joningiz bilan. Qancha qismaysizlar, Xorazmni ochilib, ko'ngli ochilib, vaqt xo'sh bo'ladida. Hammamizga katta rahmat. Mayaka, ana bu vaqtlarda Ular ya. Kursdoshlar. Qattiq.
Rahmet. Hürmetli kursdaşlar, Harizm'de mehman buldunuzlar. Kendinizler başınızı asmana etti. Sağ olun, aman olun, yok mu derler. Şimdi uçuraklar berdoğan basınız. Var. Hatta görüşmüşler. Sağ olun. Ha. Neler bildiğiniz Xorazmlikler uçraşımız, plakatısına yerler oturtmaz. Hem beleriniz yaxşı yetip vardınızlarmı? Hem belerinizde sağlık, salametlik dilimden. Yine Xorazm'de kütemiz, uçraşımı, mehman kalamız.